Bir narsa so'rasam maylimi? Sizlarda ahvol qanaqa? Bizlarda ahvol unchalik yaxshi emas. Sababi ayollar o'z vazifasini, erkaklar o'z vazifasini unutib qo'yishdi. Shunaqa. Sizlarda ahvol qanday? Bizdagi ahvol yomon emas, yaxshi. Biroz qiynalib turibmiz. Opam bilan singlim paxta dalasida. Dadam esa urushdalar. Onam bilan men ro'zg'orni qora qozonni qaynatib turibmiz. Shu. Sendan bir narsa so'rasam maylimi? Sizlarda ham jadidlar bormi? Ya'ni xalq uyg'otuvchilari. Jadid? Nima edi u? Ha, hali jadidlar kimligini bilmayman-da. Yaxshi. Ha, yana menga biroz qiziqda. Sizlarda o'yin kulgu, qandaydir maishatbozlik qilish uchun tungi klublarmi yoki shunga o'xshash nimadirlar bormi? Ha, demak yo'q, tushunarli. Ha, yana oxirgi savolim. Sizlarda ahillik qanday? Ya'ni xalq ahilligi. Ha, bizda ahillik yo'q. Xalq o'zi bilan o'zi ovora. Agar kimningdir boshiga kulfat tushib qolsa, hech kimning ishi yo'q. Kimdir agar zulmat tubiga botayotganini ko'rishsa, u chuqurlikdan tortib chiqarish o'rniga chuqurlik ustini bekitib qo'yishadi. Bizdagi ahillik shunday. Sizlarda-chi? Sizlarda qanday? Ha, bizda agar kimningdir boshiga kulfat tushib qolsa, butun mahalla bilan birga yig'ilib borib, u insonni tushkunlikdan chiqazamiz. Agar kimningdir uyi abgor ahvolga kelib qolgan bo'lsa, hashar yo'li bilan uni qayta tiklaymiz. Xullas, xalqimiz juda ahil, inoq. Shunisiga ham shukr. Qayana? Sizlardagi eng qimmat narsa nima? Ha, bizdami? Hozir. Bizdagi eng qimmat narsa mana shu jin urgan matoq. Odamlar buni sotib olish uchun 1 yil ishlashadi. Shu biz uchun eng qimmatli narsa. Bizda eng qimmatli narsa otamdan kelgan xat. O'qishni bilmayman-u, lekin onamni biroz soatlari bor. O'shanga har tunda o'qib beradilar. Qayta va yana qayta. Shu biz uchun eng qimmatli narsa. Ha, o'rtoqlarim bilan ozgina yig'ilishim bor edi. Sal kech qolyapman. Unda ertaga ko'risharmiz-a? Ha, mayli unda. Men ham onamga paxta terishga biroz yordam berishim kerak edi. Mayli.